Bo'lsa sizlarga bo'lsin 36 ming dollarga 4 xonali kottejni ko'rsataman. Korobka holatida ulgurib qolinglar. Toshkent shahri Sergeli tumani, Yangi Hayot tumanida Binokor mahallasida joylashgan bitta kottejimizni sizlarga bugun bitta obzor qilib beraman. Kottejimizning kirish qismini ko'rsanglar bo'ladi. Kirishimiz bilan mana shu darvozadan kiramiz. Kirganimizda bitta tapchanga va bitta mashinaga bemalol joy bor. Birinchi qavatimizda ikkita xonasi bor ekan, bitta oshxona va zal. Ko'ryapsizlar, korobka holatida, shu bu yerni oshxona qilsanglar, to'g'rini zal qo'rsanglar bo'ladi. Kottejimiz 2 qavatli qilib qurilgan. Bu yerda havo aylanishiga joy tashab ketilgan bo'lsa, shu zinadan ikkinchi qavatimizga chiqqanimizda birinchi xonamiz detskiy xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, yaxshi mahsulotlar ishlatilgani ko'rinib turibdi. Narxiga mos, bosvoradigan joyi. Yangi Hayot tumani Binokor mahallasidagi ushbu kottejimizning egalarini nomeri bilan reklama qilyapmiz. Bemalol o'zingizga aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Keyingi videolar bundan ham qiziq bo'ladi.